O'zbekistonda Shveysariya tog'ini eslatuvchi qorli tog' bor desam, ishonasizmi? Jazirama yozda muzdek mo'jizani xalqimizga ko'rsatish maqsadida Buxorodan naq 350 kilometr uzoq tog'lar bag'rida yashiringan G'elon qishlog'iga yo'l oldik. Yo'limiz davomida bizni hayratga solgan nuqtalardan biri Istorak suv omboridagi tezyurlar karterlar bo'ldi. Suv ustida shamolda uchib haqiqiy emotsiyani his qildik. Bu zavqning narxi esa bir kishiga 50 ming so'm, lekin beradigan hissi bebaho edi. Va nihoyat tog'lar bag'rida qariyb 2000 lik tarixga ega G'elon qishlog'iga yetib keldik. Qadimiy qishloqqa kirishingiz bilan daladan o'zi qaytayotgan sigirlar, qadimdan qolgan uylar hamda qishloq nuroniylari ko'zingizga tashlanadi. Bu yer anchagina sovuq bo'lar ekan, shuning uchun ularda konditsionerga umuman hojat yo'q ekan. G'elon qishlog'idagi uylar mehmonlarga moslashtirib qurilgan bo'lib, narxi 80 ming so'mdan 300-400 ming so'mgacha ekan. Va nihoyat G'elon qishlog'idan 2600 metr balandlikda joylashgan betakror qorli tog' bag'riga yetib keldik. Tog'dagi o'simliklarning ifori esa sizni mast qiladi. Bunday manzarani hayotimda birinchi bor ko'rib turishim. G'elon qishlog'ida 2600 metr yuqorida qorli toqqa chiqishingiz uchun mana shunaqa maxsus mashinalarda 300 ming so'm atrofida chiqarib qo'yishar ekan. Bu yerga kelgan inson yana va yana qaytishni istaydi. Aniq lokatsiyasini Telegram kanalida qoldiraman. Bosh homiylarimiz Milky Day sut mahsulotlari.